Türkiye'nin ataklık yazgıcısı Reşat Nuri Guntekin'nin Şinjan Halk Neşriyatı tarafından neşr kılıngan Çalı Kuşu namlı romanı. Bu roman Belkut şirketinde avazga elinip, Belkut to'g'rida anlatıldı. Munisaning bir alayidligi yasinishni bekmi yaxshi ko'radi. Ortiqcha modaparast edi. Men mundaq qizlarning azaldan yaxshi ko'rmaydim. Lekin Munisaning aynak oldida yasinishi, aynakdan o'zini ko'rib kulimsirishi meni qiziqtirmaymi qo'ymaydi. Hatto tunog'in ko'rgan sarangi yog'ichini qo'lidan tortib oldim. Yoshirinch ko'ziga sirni tortmoqchimiz. Kulkilik ish. Buni kimlardan o'rgandikin bilmayman. Hozirg'u mayli. Bir necha yildan keyin biror yigitni tepib to'y qilganda shunda qilsa yaxshi bo'lardi. To'y qilishni o'ylasam, hamma qizlarning opalaridek ham hayajonlanaman, ham suyunaman. Tunog'in Munisa qizdirib tatirib, mendan bir narsani iltimos qildi. Chechini mening chechimdek tarashni xohlamiş. Munisa bilan qo'njaq o'ynagandek o'ynash mening tiligim edi. Uni tezlarim orasiga elib, chechini chuvib, u xohlagandek tarab yasab qo'ydim. O tekçi üstündeki kichik aynakni elib, "Kel hada, ikkimiz birga aynak qarayli" dedi. Rasmga tushadigan hadis singillardek boshlarimizni yiqinlashtirdim. Aynakning ichida kulishatdik va tilimizni chiqaratdik. Munisa ko'k ko'zi, oppoq teni, go'zal yuzi va nafsligi bilan pariladek chiroyli edi. Lekin u bu chiroyidan rozi emas. Burnimni, yuzimni silab turib mundaq dedi. Belkut xazinasi. Bekor, har qancha qismi sana o'xshamayman-da hada. Sen chiroyli-ku balam. Bu chiroy nimati hada? Sendek chiroyli bo'lmasam ya. Beshini texmi yiqinlashtirib, bo'ynimni quchoqlagan qo'li bilan yana yuzimni siladi. Hadi, sen Mahmalga o'xshaysan. Yuzingda odam o'zini aynakdagidek ko'ralaydi. Deydi. Bu sho'x qizning kas-kammas so'zlariga kuldim va ko'ngil qo'yib targ'an chechini cho'vatdim. Yoshirib nima qilay? Daftarimni o'zimdan boshqasi o'qimaydi-ku. O'zimni xiyolimdagidan chiroyli deb his qildim. Farida, sen o'zingning qandaqligingni bilmaysan. Senda hech kimga o'xshamaydigan chiroy bor. Deganlarni haqliq demoqchi bo'lardim. Voy, men bilan davotaman. Ah, bu kichik qiz. Men uni ahli ho'shliq deb yetishtirguncha, u meni o'zidek qilib qo'ydigan o'xshaydi. Zaynala 29 yanvar. Daftarimga bir oydan beri qo'l tekkizmadim. Yozishdimmi ahamiyatliroq ishlar bo'ldi. Uning ustiga baxtli kunlarning yana yozg'idek nemasi bo'lsin deysiz. Bir oydan beri aramxuda yashadim. Afsuski bu hol davomlashamadi. 2 kun avval pochta harvisi menga 4 parcha xat tashlab ketdi. Ko'ribla ichimga bir o't tutashdi. Tafsiri ko'rmay, ichida nimalar yozilganini bilmay turib, "Kashki qo'limga tegmayla, yo'llarda yo'qolgan bo'lsa-chi" dedim. Taxminimda xatolashmagan edim. Konvertning teshidagi yoziqni to'laydim. Xat uningdan kelgan edi. Konvertlar meni topqicha qo'ldan qo'lga o'tib, usti ko'k, qizil yoziqlar tamg'alar bilan to'shib ketibdi. Qo'l tekkizishga jur'at qilolmasdan, bir konvertning ustidagi adresni o'qidim. B. Markaz o'rta maktab muallimasi Farida xonim apandiga. Konvertlarni pishilashtirib, o'choq yonidagi tagchiga tashlab qo'ydim. Derazaga beshimni tirab, yiroqlarga g'amkin tikilib turganimni ko'rgan Munisa, "Jinim hada, naring og'riyotdi, yuzim sarg'ayib ketibdi" dedi. O'zimni besivilishga tirishib kulimsiradim. Hech narsa bo'lmadim balam. Sal beshim og'riyotdi. Sening bilan birga bog'chiga chiqib aylansam saqayib qolaman.
Bu kecha o'rnimda yetib, qorong'ulikqa tikilib, uzoqcha uxlayolmadim. Cho'nqir sarosima ichida parishon bo'latdim. Kim biladi, bu yuzsiz zolim bu xatlarda nimalarni yozishga petingandu? Bir necha qitim chiroq yiqib o'qishga tamshadim. Lekin o'zimni tutib oldim. Bu xatlarni o'qish ayib va o'zimni kamsitganlik bo'ladi. Aradan 2 kun o'tdi. Xatlar texcha shu joyda turadi. Uyning havosiga zahar chashqandek meni ichimdan tugashtiryapti. G'amkinlikim va qayg'um munisagimi yo'qdi. Bechora qiz bu dardning nimadan kelayotganligini bilib, meni azoblayotgan xatlarga o'shmanlik va nafrat bilan qaraydi. Bugun oqshom yana derazning yanida o'yg'ib yetib turardim. Munisa tartinib yonimga keldi, qo'rqqan holda. "Jinim hada, bir ish qilib qo'ydim. Xafa bo'lasanmi?" dedi. Birdan o'rildim. İxtiyorsiz ko'zim tagchiga tushdi. Xatlar joyida yo'q edi. Alamdan yuragim siqilib, "Ular qani?" dedi. Bala beshini sangilibdi. "Kuydirib etdim hada. Qandoq qilay? Seni bekmi xafa qilgan tursa?" "Nima qilib qo'yding Munisa?" Bala mening ochiqlanishimni, mo'rsidan tutib silkish turishimni kutib titraydi. Men beshimni beligimga qo'yib, asta yig'lashga boshladim. "Jinim hada, yig'lama. Men ularni kuydirib etmadim. Sana atay shundoq deb qo'ydim. Qayg'urmagan bo'lsang eding, kuydirib etar edim. Ma'al." Qiz bir qo'li bilan beshimni silab, bir qo'li bilan xatlarni tutqizishga tirishadi. "Al jinim hada, bular sen yaxshi ko'rgan birsidan kelgan bo'lishi mumkin." "Voy yaramas, bu nima deganing?" deb vaqirdim. "Men nedim bilay jinim hada, yaxshi ko'rgan odamimdan bo'lmasa, mushundoq yig'laydimmi?" Ko'p narsani biladigan balamning so'zidan va o'zimning ko'z yoshlaridan uyaldim. Endi bu ishga xotima berish kerak edi. Men qat'iy qarorga keldim. "Jon qo'zam, bu so'zlarni demagan bo'lsang-ku bo'ladi, lekin deb soldim. Menga qara, bular mening yaxshi ko'rgan odamimning xiti bo'lmasdan, balki nafratlangan dushmanimning xiti ekanligini isbotlab beray. Kel, bularni sening bilan birga kuydirib o'taylik." Uy ichi qorong'u. O'choqda faqat bir tutam yulg'un o'ti o'chay deb qolgan edi. Xatlardan birini o'tga tashladim. Konvert asta qo'rilib kuyishga boshladi. U kuyib bo'lgandan keyin ikkinchisini, keyin uchinchisini tashladim. Dilqut xazinasi. Munisa bilib bo'lmaydigan bir his bilan bag'rimga o'zini otdi. Xatlar birining kaynidan biri ko'yganda, oldimizda jon uzayotgan birisi yotgandek sukut ichida qaraydi. Navbat 4-chi xatga kelganda qalbimda chidab bo'lmaydigan bir pushaymon o'tiyapti. Lekin boshqa xatlar kuyib bo'lganda buni elib qololmaydi. Yuragimning bir parchasini kuydirayotgandek azob ichida unimi o'tga tashladim. Oxirgi xat boshqa xatlardek birdilla tutishib ketmadi. Bir uchidan suv is chiqarib, qat-qatidan yemishga boshladi. Keyin konvertning yeyilib ichilganligini, ushaq yiziqlar bilan to'shqan qog'ozning asta-asta yeniyotganligini ko'rdim. Endi chidab turolmadim. Munisa ko'nglimga kechganini bilib olgandek, birdilla qo'lini o'tga selib, oxirgi xatning bir parchasini qutuldirib oldi. Bu parchani balani uxlatgandan keyin o'qishga jur'at qildim. Faqat muni qurlali ko'ymay qolgan edi. Tunogun atdigan opam yuzimga qardi-da yig'lashga boshladi. "Nim bo'ldi opa? Nimishqa yig'laysan?" deb so'radim. Dastlab aytqisi kelmadi. "Hech nima bo'lmadi. Bir tush ko'ribdiman" dedi. Yolvorib turib oldim.
Ahiri so'zlashga majbur bo'ldi. Yig'lab turib monolarni deb berdi. Tushimda Faridani ko'ribdiman. Dastlab o'zim qorong'u yerlarda aylanib yuribdiman. Oldimga uchirganlardan Farida bu yerda bormi? Xudo haqqi uchun aytib beringlar deb so'rabdiman. Yüzü yipiqliq bir ayol qo'limdan yetlab o'nkirga o'xshash g'uva qorong'u bir yerga akirdi. Farida mana bu yerda yotdi. Bo'g'mi kesildan o'ldi dedi. Qarasam bichora bolam ko'zir yumuq yetibdi. Teg'i rangimi so'lmabdi. Shu hasrat bilan yig'lab uyg'ondim. O'lik ko'rgan tirik ko'rishidi degan gap bor o'g'lim. Pat orada Faridani ko'rarman. Shundoq emasmi kamera? Opamning so'zini sana aynan yozdim. Mayli men o'g'u dema. Lekin opam o'rnidagi bu qiyri ayolni shuncha vala yig'iltish to'g'rimi Farida? Hammangning tushlari shu kundan boshlab meningmi tushlarim bo'lib qoldi. Ko'zimni yumsamla, yiroq yoqi yurtlarning qorong'u hujrasida ko'zing yumuq. Qora sochlaring, toza yuzing. Xat partisi mushiyada tugagan. Bu menga faqat hammamning motimini bildiradi. Kamran ko'rib turibsan. Hamma narsa bizni bir-birimizdan ayirib turadi. Endi biz bir-birimiz uchun dushman emasmiz. Balki bir-birimizni hech qachon asla ko'maydigan ikki yot yegonalarmiz. Anglayotganinglar bil quturdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Zaynila 5 fevral. Tünögün kecha tun 20da patqaqliq tarafdan o'q ovozi anglandi. Men qo'rqib ketdim, lekin Munisa huduqmadi. Daim bo'p turadi, saqchilar qaraqchilarni qo'g'laydi hada, dedi. O'q ovozi to'xtab 10 minutcha davom qilgandan keyin besiqdi. Bugun atdiganda vaqani bildim. Munisaning taxmini to'g'ri ekan. Pochta harvusini bo'lgan bir qancha bulanchilar bilan saqchilar o'tirsida to'qinish bo'ldi. Saqchidan biri o'libdi. Yana birisi og'ir yaralanib Zaynila mehmonxonasiga keltirilibdi. Tush vaqti edi. Kichik Vahbi hasrab hömödab maktabga keldi va qo'limdan tortib: "Muallima, tez paranjani kiygin. Seni mehmonxonada chaqiryotdi", dedi. Kim chaqiryotdi? Doktor chaqirib o'tibdi. Dadam shundoq dedi. Shu hamon paranjamni kiydim. Vahbi oldimda, men kaynida mehmonxonaga qarab ketdim. Mehmonxona pagar ikki eg'iz uy bilan talampayliq qiyshib qolgan dalandan iborat vayrona bir vaqtda edi. Qor bo'ron kechalari yoki kasallik sabablaridan yo'lini davom etolmagan yo'lovchilar mushiyadan panoh topdi ekan. Savoblik uchun yeydigan narsalarni mo berishdi ekan. Eshik oldida to'xtamay og'izdan suvi purqirtib tishlab turgan chiroyli otning tumshug'ini silab qo'yib ichkariga kirdi. O'yla qorong'u bo'lg'ashqa chiroq yiqib qo'yibdi. Qilin shinil yo'g'on o'tib kelgan semiz bir harbiy doktor palampayda o'ltirib bir nimalarni yozatdi va o'yladagi yuzni farq etkili bo'lmaydigan bir qancha kishi bilan so'zlashyapti. Uning yuzini yondan ko'rdim. Burutlari oq, qoshlari qo'yib, yuzi jonliq va yiqimliq edi. Lekin Xudo saqlasin, bu odam bekmi qo'pol, hatto uyatsiz so'zlarni ishlatadi. Bu so'zlar shunchalik afsona ediki, burilib orqamga qaytmoqchi bo'ldim. Cho'qim bir afsona so'z qilmoqchi ekanligini ifodalagan qo'pol kulgi bilan beshini burab meni ko'rib qoldi. Kulkisi birdan to'xtadi. Kulrang pinjak kiygan qora saqalli kishiga vaqiradi. "Ey kapitan, ochig'ing kelmasin. Seni yiq polvon deganlar tamoman haqliq. Oramizda ayol kishi tursa, nemishqa og'zimni ochsan deyman", dedi va men tarafga burildi. "Hemshira xonim, aytib buyurmang. Kayginingizni ko'mabdiman. Qani yuqoriga chiqing." "Yo'q, bir oz turib turing. Avval men tuvanga tushib olay." Palampay oralli turibdi. Ikkimizni ko'tarilmaydigandek turdi.
Qani o'tir, men tushyapman. Basqıçlarni ishkidan atlab yuqoriga chiqdim. Qayri doktorning kapitan degan odam bilan texchilik chaqchaqlashayotganligini anglab turatdim. Kapitan, bu muallima İstanbulluq. Nereden bilganligimga hayron bo'lyapsan, shundoq emasmi? Voy kapitanim, sen dunyoda qaysi bir hodisiga qo'yday qanviqib qaramagan. Buni palampaydan chiqishidan bildim. Ko'rdingmi kiyikdek sakrashini? Endi xohlasang yeyishini mi etib beralayman. Bu ayol qandoqli bo'lmasin, qiraqdan oshqan emas. Bu xil talvilatchi so'zlar azaldan menga tonish edi. O'zimcha kulib, "Mana doktor bey efendim, buningda siz xatolashdingiz", dedim ichimda. 5 minutdan keyin qiyri doktor o'tiklari bilan talampayni g'ijirlatib yuqoriga chiqdi. Ko'zimga qaramasdan so'zlashga boshladi. "Efendim, ahvol mundaq. Bir yordamimiz bor. Uncha ig'ir emas. Lekin kutishga muhtoj. Men bir ozdan keyin ketaman. Qiladigan ish odatga to'g'ri yo'tkash. Lekin yuziga, og'zi burniga suvashtirib o'tishdan qo'rqaman. Bular doktorlarga ishonmaydi. Fursat topsalar tevoplarning dorilarga yuguradi. Siz bo'lsangiz jarohatning ustiga har xil aski-tuski narsalarni yopishtirishni xohlamaysiz albatta. Chunki siz maktab, madrasalarni ko'rgan. Shunga siz qilgan ishlarni aytib beraman. Bu odam o'rnidan turib mong'ichilik qaraysiz, lekin buningga chidashlik bera olasizmikin bilmayman. Chidayman doktor efendim, nervalarim kuchlik, siz andish qilmang. Yuzini oshqina ko'ray, dedi u. Bu takallufsiz so'zlarda g'alit bir samimiyat bor edi. Tartinmasdilla chumpardamni ko'tirdim va salpal kulib qo'ydim. Qiyri doktor qo'llarini kerib, g'alit bir hayronlik ichida kulishga boshladi. U qaqoqlab kulib turib mundaq dedi: "Bu yerlarda sen nimalarni izlab yurasan?" Hayronlik endi menga o'tdi. Acaba bu odam meni bir yerlarda ko'rganmikin ta? Bu odamning kishiga ishonch va yaqinlik tuyg'usi beradigan illiq bir chiroyi bor edi. Shunga men chaqchaq qilishdan qo'rqmadim. "Meni taniyman deb turibsiz, doktor bey?" "O'zingni emas, xilingni taniyman, qizim, xilingni. Afsuski bu yer yuzida bakmo kemayib ketib qolgan xilingni taniyman." "Mahmudlarga o'xshashmi, efendim?" 5 oydan beri ichimda majburiy besirib kelayotgan sho'xliklarim yana bosh ko'tarishga boshlagan edi. So'r alkisihada doim deb yurganidek meni erkiltishga bo'lmaydi. Chunki erkiltib qo'ysa, guvohlardek bo'lib olib, so'zlarni chaynab, lavlarimni purishtirib, har xil qiliqlarni qilishga boshlaydi. Har holda doktor ko'pni ko'rgan. Adablik odam bo'lsa kerak, yanada kulib turib. Hozirgi pillarning ahmaq, kelangsiz xilning tamoman aksicha. Kichikkina, xushchaqchaq, sog'lom, nozik. Hatto qiyri bo'lsam-mu, go'zal sifatini qo'shaman. Go'zal, esil zoda. Qani, menga aytqina, nalardan kelib qoldim? dedi. Bu qo'pol harbiy doktorning mardona so'zlari Jaranning qaqaqlashlarida cho'nqir bir hasrat borlig'ini sezishga boshladim. Oxiri o'zimni jiddiy tutishga tirishib, "Men muallimlik qilaman, doktor bey. Xizmat qilish orzuim bor edi. Shunga meni bu yerga avatdi. Men o'rin tanlamayman. Nega avasini ishlayveraman?" dedim. Bu so'zlarni aytayotganimda doktor yuzimga diqqat bilan tikildi. "Demak, bu yerga xizmat qilish uchun kelibsan-da. Ma'rifat yetkazish uchun, shundaqmi?" "Shundaq, maqsadim shu. Mush yeshing, mush husn jamoling, mush turqing bilanmi? Rostini aytqina, ko'zimga qara. Meni so'zimga ishondi deb o'ylayotsansan?" Yumaloq mang'izlarga cho'kkan yaqinlik kulimsirab turgan oq kirpikli ko'zlari ko'nglimning ich-ichini ko'rayotgandek so'zini davomlashtirdi. "Ya qizim, asli sabab boshqa. Hatto bu tirikchilik dardimi emas. Sen yushurgan siri men texmi ochiq ko'ryapman. Kimligingni,
oilangni va boshqa narsalarni so'rasam, javob berishni xohlamaysan. Shunaqa emasmi? Qandaq? Bilib oldimmi? Bu yerda bir tepishmoq bor. Men surishtirib o'ltirmayman. Aramizda bir ishora kifoya. Ikkilimizla jimib ketdik. Doktor bir oz o'ylangandan keyin, "Sen uchun kichikina bir xizmat qilib qo'yishimni xohlamsan? Seni yaxshiroq bir joyga yetkazib qo'ysam, ma'rifda tanishlarim bor." "Yo'q, rahmat sizga. Hozirgi o'rnimdan roziman." Doktor yana kulib mo'risini qisdi. Keyin chaqchaq ohangida, "Bak yaxshi. Fidokorlik o'yin ish emas. Kunlarning birida qiynalib qolsang, menga 2 xat yozib ber. Adresimni beray. Bu bir odamgarchilik." dedi. "Rahmat sizga." Doktor bir uyning eshigini ochdi. Maymoq bir karvatning ustida badani, yuzi harbiy yomg'irlik bilan yipilgan bir odam yotadi. "Ahvoling qanday, mulla? Bir oz aram oldingmi?" deb so'radi doktor. Yarador qo'li bilan yomg'irlikni ko'tarib, o'rnidan turishga tirishdi. "Qimirlamay yotgan, bir yering og'rib beyaram bo'lib otamsan." "Yo'q, doktor. Xudo shukr, faqat yuzimning so'ngaki sal-pal og'riyotdi." Doktor yana kuldi. "Voy mening so'yimlik iyiqlarim, tizining lepikini mang'izdan so'ngaki deb oshqozni topini deb paraz qilishdi. Lekin payti kelganda uchirganlarning ko'zini g'alat qilishdan yanmaydi. Hech narsa bo'lmaydi, saqib ketsan. Xudo shukr qil. Elimi yaxshi o'q salli so'lga tegib ketmabdi. Sen bir haftada saqib o'rningdan turman demsan? Yo'q, rohatlanay, yana uzunroq yotay desang bu boshqa gap. Xo'p, undaq bo'lsa bu qiz nima desa shuni qilsan, uqdingmi? Endi bu sening doktoring. Dorangni o'zi almashtiradi. Mubada undaq yoki mundaq deb inchiqlik qilganingni bilsam, holingga voy, darrov qaytib kelib pochqani chaqaman." Doktor dakilan yeshishga boshladi. Yarasiga qattiqroq tegib ketganda, "Voy doktor bey" deb vaqaydi. "Uningni chiqarma. Esit sening erkishi bo'lib qolganingga. Cho'p-cho'ng, saqal burutliq askar turib, mushtumdaq qizning yonida vaqirashdan uyalmamsan. Bu yara emas, bir o'yinchoq. Men mushundaq bir kasal boquvchining qo'lga tushishimni bilgan bo'lsam, bir yerimni g'ing qilmay kestirardim." Qeri doktor 1 soatdan keyin saqalliq kapitan bilan yezdidan yurib ketdi. Dunyoda buningdan oddiy voqeaning bo'lishi mumkinmi? Men ta hozirgacha shunday bir g'alati hayajon ichida ich-ichimdan ta'sirlanganligimni bilmayman. Zaynala 24-fevral. Bu yil yoz baldur keladi deyishdi. Bir haftadan beri havo ochilib, quyosh chaqnab nur chachadi. To'piliklarda qor bo'lmagan bo'lsa, odam o'zini may oyidagidek his qiladi. Bugun juma. Tushlik tomoqdan keyin Munisaning rasmini suv bo'yiqda suzishga o'ltirdim. Ishik birdan qiqildi. Hadicha xonim yog'lig'i bo'yniga tushgan, put-qo'li titragan holda kirib keldi. Men uni hech qachon bundaq g'uduqish va hayajon ichida ko'rmagan edim. "Voy muallima, tuvanda ishga apandi turdi. Biri muarif mudirimish, tekshirishga kelibdi. Sen tez tushgin, men so'zlashdan qisinaman." Aldirash tiynash paranjamni kiyib etib, o'zim chukulatdim. Ishxonasida o'ltirib, put-qo'lini qimirlatishga erindigan Hurullo podshohi jafo chekib bu yerga kelibdi-da. Buningga ishongili bo'landi. Pastda sinfning oldida biri haddidan tashqari egiz, yana biri haddidan tashqari ishga odamni ko'rdim. Men ularni ko'zdan kechirib yaqinlashganda, pakar bo'yliq kishi men tarafga qarab mandi. Qarangu bo'g'ashqa ancha yaxshi farq qilinmagan yuzida yalon ko'zoynak paqiraydi. "Siz muallimmi xonim? Sizga hurmat bildiraman. Men muarif mudiri Rashid Nozim bo'laman. Bu yana manchi qarangu, maktab emas, eg'ilg'u bu." "Ichi bir oz yo'riqroq apandim", dedim. Putlarni g'alit kerib yo'g'on qadam tashlashlari uning kichikkina gavdasiga zotili yarashmaydi. Ishikdan bir qadam atlab turib qoldi. Xuddi nutq so'zlamoqchidek qo'lini shiltib. "Azizim, qarag'ana, nima degan zulmat? Buni maktab deyish uchun menga minglarcha guvoch kerak. Bu holimizda qanday mutaraqqiy parvar bo'lamiz?
Bo'lsa Ravrus bo'lsin, bo'lmasa yo'q bo'lsin deganimga endi yana bir qitim tan berasan, a? Ularni endi aniqroq ko'raladim. Dastlab qarashda ko'zimga bola, endi yetilgan o'smirdek ko'ringan muarif mudiri yeshi 50 ga berib qolgan ko'zi bir kishi edi. To'xtamay qosh ko'zini o'ynatib, og'izdan chiqqan har bir so'zi bo'yicha qo'riq yuziga alayda ma'no beradi. Yana birisiga kelsak, bakmo egiz, so'li yo'q, bug'doy o'nglik, inchki burutliq bir odam bo'lib, bo'yining egizligidan sal do'mchib qolgan edi. Ma'arif mudiri qaytadan menga qarab, "Efendim, hamroyimni sizga tanishtiray. Viloyatlik jamoat qurilish ishlari injeneri Mumtoz efendi." Men uning so'zini javobsiz qoldirmaslik niyatida, "Shundaqmi efendim, bek yaxshi" dedim. Ma'arif mudiri sinfning mustahkamligini tekshirib atgandek chin-chin dastlab mang'atdi. Partilarga, lavhalarga g'assining uchi bilan turtib qo'yadi. "Efendim, mening cho'ng planim bor. Hammani buzib qaytadan yastaman. Pokiza ishg'ollarni soldiraman. So'ragan mablag'ni bermasa, ularning holi bo'lay. Ishni puxtalab keldim. İstanbul matbuoti o't ilishga tayyor turgan bir batariya. Mendan kichikgina bir ishora bo'lsa portlaydi. Dahshatli bombardiman. Bilgansan, yo bu kallamdagi dunyo vujudga chiqadi, yo men mansibimdan kechaman." Chiroyli gaplarning hammasi mendek bir bechora yezi muallimasining ko'zini chaqnatish uchun aytilayotganligiga imonim komil. U yalang ko'zoynigini qaytadan taqib, "Qancha o'quvchingiz bor?" dedi. 13 qiz, 4 o'g'il bola efendim. 17 bola uchun bir maktab, qolsa hashamatchilik. Sen bir binoni ko'ramsan, Mumtoz? Mol oldimizda tursa yana nimani ko'radi? Ma'arif mudiri ajoyib g'aroyib planlar to'g'risida so'zlab atganida, injenerning menga yer ostidan qarayotganligini sezib turadi. Keyin meni o'qitganmisan deb fransuzchani bekmi buzib so'zlab, "Azizim, bir bahona bilan yuzni ochtirg'ana. Chiroyi chumbardining ostidan o'tdek yinib turadi. Bu yerga nerdan tushgandi?" dedi. Ma'arif mudiri men o'ylagandek emaskan. Hamroyining bu so'zdan qisilgandek bo'lib, fransuzchani uningdan betar buzib shu javobni berdi. "Iltimos qilaman, azizam, maktabda turibdimiz. O'zingizni jiddiyroq tuting." Mudir enkining ostidagi sangilab turgan terini razinkadek so'zib turib, bir nimalarni o'ylaydi. Keyin bir qarorga kelgandek, birdan menga o'rinib, "Efendim, bu maktabni yapmoqchiman" dedi. Men hayron bo'lib, "Nima uchun efendim, bir ish bo'ldimi?" dedim. "Efendim, mundaq vayrona binoda bola tarbiyaligili bo'lmaydi. Uning ustiga o'quvchilarmi ozgan. Men viloyatning ketkicha bor kuchimni sarf qilaman. Ko'p mablag' ketmaydigan, lekin chiroyli, ozoda, zamonaviy yangi maktablarga ega qilishga tirishaman. Endi menga izohat berishingizni iltimos qilaman." U yanchiqdan chaqqang'ini bir xotirani oldi. Maktabga doir ba'zi ma'lumotlarni so'rab yozib olgandan keyin, "Sizni efendim, boshqa munosib o'ringa tayinlayman. Maktabni yepish buyrug'ini olgandan keyin B'ga keling. Ahvolga qaramiz. Marhamat, ismingiz nima?" "Farida." "Efendim, Yevropada shunday yaxshi bir odat bor. Dadasining ismini qo'shib aytadi. O chaqda talto'kis ism bo'ladi. Sizlar muallimlar mundaq yangiliklarni qo'llanishinglar kerak. Sinf jurnaliga o'quvchingizni Malohatning dadasi Oliy xo'ja deb yozishning o'rniga Malohat Oliy deb yozasiz. Kupaya. Tushunish bo'ldimi efendim? Dadangizning ismi nima?" "Nizomettin." "Efendim, sizni Farida Nizomettin deymiz. Bu sizga bir dilla g'alati tuyulishi mumkin, lekin ko'nib ketasiz. Qayerni bitirdingiz?" Maktabimni deyishga pedalolmaydim. Chunki fransuzcha bildiganligim oshkor bo'lib qolsa, injener boyqi so'zlari uchun balki o'ng'ay sinib qilishi mumkin. Shuna xususiy maktabda o'qidim deb qo'ydim. "Hozir aytganimdek, B'ga qaytganingizda menga yo'liqing. Sizga munosib bir joy izlaymiz. Qani Mumtoz, planimizda yana ishga yozib."
Partilarning birida uzun inchki putlarini sangiltib o'ldirgan injener yana chiroyli fransuzchasi bilan. Bu ajoyib ish. Meni tashlab sen ketaver. Bir iloji qilib yuzni cho'qim oshqizishim kerak, deb pichirladi. Ma'arif mudiri bo'lakcha o'diqib ketdi. Menda sho'bek to'ldirib qo'ymaslik uchun turukcha. Vaqtimiz yo'q, dokladingizdan keyin yozasiz, dedi va mandi. Tarsanligim tutib, kaynimni qilib oldim. O'zimni bir nimalar bilan mashg'ul bo'layotganga soldim. Bechora odam bog'dan o'tib ketib, bir ikki qaytim o'rilib qaradi. Ko'cha eshigidan chiqqandimi, keyinmi yog'och to'saqning yo'chiqidan marlaydi. Gayda putining uchida ko'tarilib ishkirga qaraydi. Bu xabar tezlikda yezig'i taraldi. Juma kuni bo'lishiga qaramasdan, balalar va ularning opalari yugurishib kelib, maktabning yepilishidan bakmi qayg'urganligini bildirishdi. Menga nisbatan maktabiga o'xshashli yot va parvosiz qaraydi deb o'ylagan balalarning yig'lab turib qo'limni so'yishlari menga bakmi qattiq ta'sir qildi. Hadicha xonim beshiga lecha kiyib olib uyga kirib ketdi. Men qiyin ahvolda qoldim. Rostini deganda asli vayron bo'ldig'ini bu bechora edi. Kechqurun yezi boshliqining ayoli bilan kindik ona maktabga keldi. İkisilar qayg'uliq bo'libmi, kindik ana menga ma'nilik qarab ko'rsatdi. Mening boshqacha niyatim Dilqut xazinasi. Lekin Alloh taolo nisib qilmadi. Onun qayg'usiga menmi yosimi bo'lsimi qayg'u bilan javob qaytarishim kerak. Shuna yerga qarab, "Qanday qilamiz xonim? Tarimiz yo'q ekan", deb javob berdim. Yalan ko'zoynaklik vejik apandi bir so'z bilan Zaynilarni ostin-ustin qilib atgan edi. Yezdikilarning demi ichiga tushib ketdi. Bu dunyoda Zaynilardan battar xarob bir yezig'i berishim mumkin emasligini bilsam-mu, bu qayg'u menga ta'sir qildi. Faqatla Munisa buningdan mustasno edi. U bangbash xushalliqdan yayrab, "Qachon ketimiz hada? 2 kungacha ketib bo'lamdi", deb qushdek talpinadi. Anglayotganinglar bel qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Zaynala 3-mart. Ata yo'lga chiqamiz. Munisa dastlabki kunlarda bekmi xushal edi. Lekin tunugundan beri uningda bir ko'ngilsizlik boshlandi. Gayda o'zini yiroqlarga tikib o'ylanatdi. Savollarimga parishon holda javob beradi. Munisa, agar mening bilan ketishni xohlamasang, seni qoldirib ketay balam, dedi. O darhol, "Xudo saqlasin jinim hada, o'zimni quduqqa tashlayman", dedi. "Fikrlaringdan ayrildigining uchun ko'ngling yerimmi ya?" "Buningga ko'nglim yerim bo'lmaydi hada. Bo'lmasa, dadamga qiyammayvatamsan ya." "Dadamga ichinaman, lekin uni unchalik yaxshi ko'rmayman hada." "Undaq bo'lsa, nima darding bor?" U yerga qarab ön chiqmay turib oldi. Chinroq turib so'rasam, yolg'ondan kulib bo'ynimga esilishga boshlaydi. Lekin uning mundaq saxt xushalligiga ishonmaydim. Munisaning haqiqiy xushalligini men bilmaydim-mi? Uning g'uborsiz balaliq ko'zlarida bir xil hasrat borligini sezib, har qancha qistisam-mu harakatlarim bekor ketdi. Bugun tasaddibi yuz bergan hodisa bu go'dakning qalbidagi sirliq dardni ichib berdi. Kechqurunliqi Munisa xeyli vaqt yo'qib ketdi. Halbuki dal shu minutlarda o'zining menga kerakligini biladi. Chunki yo'l tayyorligini qilish uchun menga qarashi lozim edi. Bir qancha qaytim chaqirsam-mu javob bo'lmadi. Cho'qim bog'chada bo'lishi mumkin deb o'ylab derazni ochdim va Munisa deb vaqiradim. Yiroqdan Zayni otining gumbuzi yenidan "Apandim, hozir boraman" degan zil ovoz anglandi. Yonimga kelganda u yerda nemishqa yolg'iz yurganini so'radim. U huduqib yo'qinan bahonalar bilan meni aldashga tirishdi. Diqqat bilan yuziga qarab edim, ko'zining qizirib ketganini ko'rdim. Sulg'un yuzida yengli qurigan ko'z yoshining izi bor edi.
birden tashvishlandim. O yerda nima qilganini, nima uchun yig'lig'inini aytib berishga qistidim. Beligidan tutib turardim. O yuzini yushirish uchun bo'ynini burab, lablari titragan holda ön chiqmay turardi. Uni cho'qim so'zlatish qaroriga keldim. Agar rostini aytmasa, bu yerda qoldirib ketadiganligimni aytganimda chidab turolmadim. Shunga cho'ng bir gunohni bo'yniga elayotgandek beshini sangiltib, qijillik ichida shundoq dedi. Apam meni ko'rishga kelibdi-kan, ketadiganligimizni anglabdi. Mendan xafa bo'lmachinim hada. Bu cho'ng gunohni aytayotganida butun vujudi titraydi. Ko'zlari yoshga to'ladi. Tushundim. Kichikkina ko'nglingning hasratini mening tushunishimni umid qilganingdan ortiqroq darajada tushundim. Peshonasiga tushgan chechini tuzashtirib, enkini silab turib, muloyim bir ovozda: "Qo'qqidek, yig'lig'idek nemish ba? Apang bo'lgandan keyin albatta ko'rishing kerak, bolam," dedim. Bechora texchilar ishonmasdan qo'rqqan holda ko'zimga tikildi. Hamma odam nafrat va la'nat bilan qaraydigan bu xotinni yaxshi ko'rmaydiganligiga meni ishontirish uchun bolalarcha sabablarni izlaydi. Lekin u opsini bakmo yaxshi ko'radi. Shu qadar jinidan ortiq so'yadi. "Bolam, agar opangni yaxshi ko'rmaydigan bo'lsang, men seni qanday ayblayman? O'z opsini yomon ko'ramdi u kishi. Qani, yugurgin, chaqirib kel. Hadam sen bilan cho'qim ko'rishmoqchi degin. Men gumbazning yenda kutib turaman," dedim. Munisa tizlarimga yepishib, etaklarimni so'ydi. Keyin yugurgan peti boqqa chiqib ketdi. Mening bu ishim to'liq bir ehtiyotsizlik edi. Agar kishilar bu xotin bilan ko'rishganligimni bilib qolsa, cho'qim yomon gaplarni topadi. Etimni la'nat bilan tilga oladi. Mayli, nima deysi desin. Gumbazning tuvan ragidagi daraxtlik ichida ularni xeyli kutdim. Bechora xotin xeyli uzab ketsa kerak, Munisa uni yondirib kelish uchun qumushliqning u tarafiga o'tgan o'xshaydi. Oxiri ular ko'rindi. Ana bolaning yonma-yon menishi shunchalik g'amkin edi. Bir-biridan tortinayotgandek, o'ylayotgandek ayrim-ayrim mang'atdi. Xuddi patqaq petib qilayotgandek pastlikda chambaydi. Bu ayolga mehr-muhabbatlik, shafqatlik so'zlarni aytishga tayyorlangan edi. Lekin uchrashganimizda nima uchundir qig'ili so'z topolmadim. U egiz bo'yliq, nozikkina ayol bo'lib, ustida yamoq tushgan ko'ni paranja, yuzida chumparda o'rnida so'sin yog'liq, putida pashnasi mahchaygan yirtiq tufli bor edi. Qo'rqayotgandek birdilla titrak bosqinini his qildim. Mumkin qadar xotirjam va vazmin ko'rinishga tirishib, "Yuzingizni ochsangiz-chi," dedim. Sal ishkilinib ondan yuzini ochdi. Pokiz chiroy ko'rindi. Ko'p bo'lsa 30-35 yoshlardagi bu chiroy sarg'aygan, g'arg'in va shunchalik puchilgan. Men bundoq nomi chiqqan xotinlarni yuz ko'zni bo'yab yuradi deb o'ylaydim. Biroq bu xotinning yuzida bo'yoqdan asar yo'q edi. Uning Munisaga bekmi o'xshaydiganligi menga bekmi qattiq ta'sir qildi. Xuddi Munisa cho'ng bo'lib, bu yoshga kelib qolgandek tuyuldi. Keyin qizni ixtiyorsiz bir harakat bilan mo'risidan quchoqlab tizlarim orasiga oldim. O'pkam o'rlab, ko'zlarim yoshga to'ldi. Ustimga olgan vazifam bekmi ig'ir edi. Lekin bu vazifani cho'qim o'rindashim, Munisani yaxshi axloqli qilib tarbiyalashim kerak. Bu hayotimning eng cho'ng tasallisi bo'lib qoldi. Ko'nglimga kashgan bu fikrlarni uni o'ylayotgandek shundoq dedim. Xenim, bu kichikgina qizni o'z qo'lingiz bilan cho'ng qilish sizga nasib bo'lmabdi. Iloj qancha? Dunyo degan shu. Men sizga shuni demoqchi. Xotirjam bo'ling. Uni bag'rimga besib, o'z qizimdek cho'ng qilaman. Hamma narsani talqib beraman.
u tunji qitim so'zlashga jasorat qildi. Kichik xinim, buni yaxshi bilaman. Munisa menga hammani aytib bergan. Ba'zida yo'ldan o'tsam uni ko'rib ketatdim. Xudo sizdan rozi bo'lsin. Demak, Munisani ko'rib turibsiz-da? Nozik qo'llari bilan belimni quchoqlab turgan Munisaning yana titrashga boshlaganligini sezdim. Yana bir gunohi oshkor bo'lgan edi. Yoshirincha opsi bilan ko'rishadiganligi ma'lum bo'ldi. Bilqut xazinasi. Qayg'uliq tarafi shuki, meningdan yoshirincha ko'rishadiganligini opsiga aytishdan uyalgan. Bu yerda qolgan bo'lsak edik, balani doim sizga ko'zitib turgan bo'lardim. Afsuski, atimongimiz. O yerda nelarga ketishimiz aniq emas. Faqat siz xotirjam bo'ling, xinim. Onunğa ana bo'laman deyolmayman. Chunki boshqa har qanday kishi o'z onadek bo'lmaydi. Shunga yaxshi bir hadi bo'lishga tirishaman. Pastki qumushliqda bir odamning aylanib yurganini ko'rdim. Bu o'quvchim Jafar og'aning dadasi edi. Bu kishi doim yovi o'rdak o'lash uchun sozliqqa keladi. Birdilla Munisaning opsi o'diqishga boshladi. Men ketay xinim, mening siz bilan turganimni ko'rib qolmasin boshqalar. dedi. Bu so'z bechora xotinning ruhiy dunyosining noziqligini ko'rsatdi. Men buni holatidan, o'zini tutishidan va yuzidagi ifodalardan bayqadim. Dastlabki taxminim to'g'ri chiqqan edi. Munisaning chiroyi go'zal, qalbi va g'ururi mushu talaysiz ayoldan umras qolgan ekanda. Bechora xotinning meni gap so'zga qo'ymaslik uchun betoqat bo'layotganligi mening izzat nafsimga tegdi. Uningda yaxshi bir ta'sirat qoldirmay ayrilishni xohlamaydim. Shunga g'ayvatlarga parvo qilmaydiganligimni ko'rsatish uchun. "Nemishqa buncha aldiraysiz? Yana bir oz o'ltiring." dedim. Bechora xotin cho'nqur minnatdorlik ichida qo'llarimga qaraydi va uni so'ygisi kelib, lavlari titraydi. Lekin menga yiqilishga jur'at qilolmayotganligi aniq edi. Keyingi qitimqi bo'ronda o'rilgan por ko'takning ustiga o'tirdim. Munisani o'ttirimizga oldim. Endi so'zlash navbati uningga kelgan edi. Bechora o'z sarguzashtlarini menga aytsa yeniklashib qoldigandek hissiyot bilan so'zlashga boshladi. U shunchalik yo'li bilan so'zlaydi. Bu xotinning oddiy lekin qayg'uli bir sarguzashtisi bor ekan. U Istanbulning Rum Ali Kavak degan yerda tug'ilgan ekan. Dadasi oddiy bir xizmatchi ekan. Dadasi bilan otasi kayni-kaynidan o'lib ketgandan keyin uni Bakir yesidagi esilzod bir oilaga osranda qilib beribdi. U mushu oilaning bolalaridek cho'ng bo'ldi. Kichik xinimdek yashapti. 15-16 yoshlarga kelganida yaxshi yerlardan loyiqlar chiqibdi. Lekin u hech qaysisiga unumay har xil bahonalar bilan qaytarib. Chunki uning yaxshi ko'rgan odami bu oilaning kichik begzodasi bo'lib, shu chaqlarda harbiy maktabda o'qiyotgan. Burati amdila xat tatgan yigitgan. Qiz asrandi bola bo'lg'ashqa bu ishdan umidvor emaskan. Lekin haftada bir yigitning yuzini ko'rish, ovozini anglash qiz uchun baxt hisoblanadi ekan. Shu chaqlarda bu oilaning xo'jayini bega moliya mudiri bo'lib tayinlanibdi. Harbiy maktabdagi o'g'lini Istanbulda qoldirib, oilasi bilan bu yerga ko'chib ketdi. Beda yosh yigitni ko'rmasdan o'tkazgan 4 oy uni xuddi 4 yillik judolikdek saran qildi. Oxir kichik o'g'li yozliq ta'tilda uyga qaytganda ko'p o'tmasdan bu voqea pash bo'ldi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishab Nuri Guntekinning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chaliqushi nomli romanini bugun mushiyagacha anglatdik. Davomini keyingi anglatishimizda davomliq anglatamiz. Bu roman Shinjanning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib, saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.